birinchi kelib oldim. Xo'sh, hozir hammasi to'g'ri, yaxshi. Hozir tushib qarasam, menimcha mana shu qishloq mavjud. Xo'sh, da. Qani? Ha, xuddi o'sha qishloq. Da. Ana endi to'xtalchi. Ha, bo'ldi. Shu mashinaga o'tiramiz-da, boramiz. Yo'llar qara, yo'llar qara. Minecraft bug'i. Mayli. Lekin mashina yaxshiyam borda ketmadi bo'lmasa. Yomon bo'lardi, mayli. Xo'sh, mashinaga qo'yib qo'ysak. Ochamiz. Yaxshi, kelib oldik. Topamiz. Xo'sh, kalta mana. Hop, quflaymiz bo'ldi. Xo'sh, ana endi mer qaysi ekan? Mana shu to'g'rimi? Chunki pardalar bilan ancha yaxshi qo'shgan. Xo'sh, janob mer kirsam bo'ladimi? Ha, kirayver. Xo'sh, mer, siz odam ekansiz, qishloq emas. Nimaga bunday ovoz? Prosta Shamolagandim. ha, yo'g'i. Ha. Xo'sh, men u yoqdan keldim, yashash uchun keldim. Ha, bildim. Senga uy bor, faqat uni sal yaxshilab madr qilish kerak edi. Okey. Puli 30 tak bo'ladi. Xo'sh, pullarni olib qo'ying. Hop, qaysi uyda? Shu orqamdagi. Orqadagi? Ha, shu katta uydan o'tganingdan keyin. Ko'pisi. Okey. Ukam. Ha, nima deysiz? Senga narsalar kerakmi? Men sotardim. Ya'ni hozirgi olib kelishda ko'p emas, to'g'ri. Lekin qimmatga sotsa bo'ladi deb o'ylab shu narxda sotyapman. Voy, juda qimmat-ku. Mayli, hozirchaga notebook bilan shu Wi-Fi olib turaman. Kabel tekini? Ha, tekin. Ha, mana pullarni tuzab oling. Hop. Xo'sh, bular ham. Sasha. Hop, tashlayapman. Agak sarayda. Hop. Xo'sh, menimcha mana shu uy bo'lsa kerak, mana shu katta uydan o'tgandan keyin, qishloqlar, men bu yerda yangiman. Bu uy endi meniki. Bu uy meniki edi. Nimaga sen o'zing menga o'xshaydi? Bilmadim. Mayli. Qoch uyimdan. Bu meni uyim edi. Endi meniki. Hayır. Janob merga arz qilaman. Xohlaganingni qil. Xo'sh, bu uyda eshigini buzsak, chunki yangi kaltini ochim kerak. Kalti boshqa ekan. Yo'q yo'qotgan. Xo'sh, mana shu uy. Xo'sh, normalniy mebel olish kerak. Qishloqlar, yo'qolinglar dedim. Bu endi meni uyim. Janob merga arz qilaman. Xohlaganingni qil. Jetlar qochib turinglar. O't. Nima o'tmayapmizmi? Qochib tursalaring yaxshi bo'lardi. Mana shu magazinmi? Ha. Salom sotuvchi. Salom. Xo'sh, nimalar sotasiz? Mana ochib qo'ydim-ku, ko'r. Nima siz ovozdan xuddi qishloqlarga o'xshaydi? Meni ham tomog'im og'rigan. Bu qishloq hammani tomog'i og'rigan-ku. Mayli. Xo'sh, shuncha pul to'lab, bular tekinmi? Bular shuncha pul to'lasang keyin tekin bo'ladi. O'ziga nima bo'ldi? Voygina o'rib turuvdi-ku. Dorim sepib oldim. Okey. Xo'sh, bundan ham yana yasak. Xo'sh, bu yerga. Okey. Bo'pti. Sotuvchi. Bo'pti. Yana tomoq to'g'ri qo'ydim.
shunchaki sapasga qirib ketamiz, qishloqlar ko'rmasin. Biz uyda qishloqim, bu meni uyim. Ey, bu meni uyim. Yo'q, meni uyim. Meni uyim. Yo'q, qol meni uyimdan. Ketmayman. Ovozing yana olib qoldi. Boya sen o'zingga o'xshab gapirayotgandim, tahlil qilayotgandim. Seni tahlitingga ham hozir bolta bilan bitta sovuraman hozir. Ey, qishloqqa. Qaramayman, mana yo'qol bu yerdan. Yo'pi. Okey. Qara. Sen yaxshilikcha qilmading, shuning uchun ma ket dedim senga. Yo'q, ketmayman. Xo'sh. Javob berib aytaman, o'zi uydan ketma deyman. Hech narsa bo'lmaydi. Yaxshi. Xo'sh, ana endi kravatni qo'ysak, yaxshi bo'ladi. Aha, bu yerga va bu yerga. Xo'sh. Bu stolni mana bu yerga qo'yamiz. Xo'sh. Aha, bu yerga. Xo'sh. Mana xo'sh, lampani bo'lsa, mana shu yerga qo'yamiz. Yaxshi. Hop, yaxshi yonar ekan. Yo'maydi, o'yladim. Okey. Xo'sh, bu va router, okey. Va hozir kabel bilan o'tkazamiz. Bo'ldi. Endi bu kabelni tashlash kerakmi sizga? Xo'sh, nima qilsam ekan? Xo'sh, qayerga tashlarsam, mana shu yoqqa tursin. Xo'sh, bularni hop. Xo'sh, mana bu yerga qo'ysak, xo'sh, mana bu yerga qo'yamiz. Buni esa tepasiga qo'yamiz. Okey. Xo'sh, yoniga esa stul yoki divan. Nom bilan. Qishloqqa bu yerdan yo'qol. Yo'q, ketmayman, bu meni uyim. Bo'ldi. Momaqal. Agar yana kimdir kelsa, shunaqadan battarni qo'yaman. Ana bilan yopib qo'yaylik, bo'ldi. Yaxshi. Mana endi bizga yana bitta stol kerak. Mayli. Borib kelamiz. Xo'sh, qani? Xo'sh. Qishloqlar agar birdan kirsang, yo'raman aytib qo'y. Kirma deyman, tushunsanmi? Hop, kirmayman. Xo'sh, endi yaxshi. Sotuvchi, men yana keldim. Yana keldingmi sen? Ha, keldim. Xo'sh, yana menga stul kerak. Okey, tekinlarni ham ol. Ovozni qo'l menga. Mayli, men kerakman tekinlar. Bilmam, ovoz menga o'xshab qopti. Bu qishloq hamma tahlil qilishni biladimi? Ovozlarni o'rgatib. Mayli. Xo'sh, stolni bu yerga qo'yib bo'lmaydi. Xo'sh. Hop, qayoqqa qo'yaman endi? Xo'sh, bo'pti. Endi bitta sal kattalashtiramiz. Xo'sh, mana bu yerga bitta ikkitasini tashlasak yaxshi. Xo'sh, mana bu blok va bu. Yaxshi. Ana endi bu yerga lampa. Va hozir okey, mayli, bugungi bo'ladi do'stlar. Xayr, men uxladim. Yana kam toqilatyapti. Okey, mana sen turibdi. Ana bir qaraylikchi. Hech kim yo'q-ku. Mayli. Xo'sh, janob metoliga borib narsa olish kerak edi. Chaqiruvdi yana. Xo'sh, nimadir berib ketadi. Ketmammi bu? Xo'sh, janob ber, nima chaqirdingiz? Xo'sh, sen bilasan, bu qishloqda hamma fermer. Va sen ham fermer bo'lasan. Nima? Men fermer? Yo'q, fermer bo'lmayman. Men qarayman, bir ikkisi merib. Yo'q, baribir bo'lmaydi. Normal pul berardim lekin. Yo'q, dedim men senga. Ishlaysan, tamom. Mayli, nazorat nasorlik kreslo olib olaman-da. Va mana bu. Okey.
narsa sigadimi? Yo'q, hol boshlarga sotishim kerak-ku. Ha, okey, menga esa kerak narsa qolmadi. Xayr. Xo'sh do'stlar, baribir men bu ishlarni qilmayman, ya'ni boshlik og'ir ekan. Yomon og'ir ekan, lekin buni qara. Qishloq nima qilyapsan? Hozir mana qo'yamiz. Xo'sh, okey, eshikni ochamiz-da. Hozir olamiz-da. Okey. Sekin. Og'irgan. Sekin. Aha, bu yoqqa. Hop. Tushimizda va mana bu yerga bo'ldi. O'sha endi bu stulda esa mana bu yerga qo'yaman da. O'tiraman. Yaqin bitta stol kerak. Borib kelish kerak. Mayli. Xo'sh. Borib kelamiz-da. Xo'sh. Mana shu yerga mencha. Salom sotuvchi. Xo'sh, menga stol kerak. Hop, mana yer. Bo'pti, men ketdim. Xo'sh. Tezroq. Buncha yengil ekan, boyagili qancha og'ir edi. Temirda u. Bu taxta, okey. Xo'sh, ana endi bir notebookni ochib nimadir qilaylik, o'zi kechirmagan va okey. Xo'sh, bu bizaniki. Xo'sh, bu esa bizaniki. Xo'sh, bu bo'lsa bu buni janob berdik-ku. Tekin bo'lganda nima o'zimiz ishlatishimiz kerak? Janob Meriklar boramiz. Lekin janob Meriklar вообще past. Mayli o'zimizdan kelaveramiz. Okey. Xo'sh, ichida hech narsa yo'q. Xo'sh, proyekt fayllar bor ekan, lekin u ham Windows bo'lsa kerak.